Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz CapCut dasturidan video qo'lami CapCut dasturini ishlatish tartibi. Mana bu CapCut dasturi CapCut dasturini ochamiz. Bizga ochilgan o'yna bor ekan CapCut dasturida. Mana bu CapCut dasturining ko'rinishi. Endi bizga hozir nima qilishimiz kerak? Bu CapCut dasturi asosan videolarni montaj qilish uchun oldingi montaj qilingan videolar mana bu yerda turadi. Shu joyda. Keyin yana bizga yangi video kerak bo'lsa agar Novi proyektga kiramiz. Novi proyektdan bo'sh oyna. Tepada media fayl, ya'ni qanaqa fayl yuklashimiz, zvuk, tekst, stiker, effektlar bu o'sha video montaj jarayonida kerak bo'ladigan narsalar. Bu garaj klavishalar, ya'ni klaviaturadan foydalanish uchun bo'ladigan qaysi klaviatura qaysi vazifani bajaradi, shu vazifani bajaradi. Mana razdelение Ctrl+B, Ctrl+Shift. Ish jarayonida o'rganib ketsa bo'ladigan narsalar. Stat Pro bu pullik versiyasi, podelиться yo eksport, ya'ni boshqa kishiga jo'natish. Bu mana bu joy podrobnosti videoingizni necha sekund, necha megabaytligi haqida, qanaqa qayerda joylashganligi haqida. Pastki qismida bo'lsa, videoni tahlil qilish jarayonida kesish va effektlar qo'shishni boshqarish uchun mana shu pastki qismidan qilinadi. Ish asosan shu pastki qismda boradi. Endi biz yangi video olmoqchimiz. Importga kiramiz. Kecha men Blenderda video qilganman. O'shani ochaman. Xo'sh, 15-silodagi oxiridagi 3 ta mavzu. Mana shu 3 ta mavzu, 3 ta video Blender dasturida uchun qilingan. CapCutda zapis qilingan. Endi shularni mana pastga olib tushamiz. Ustiga ikkita bosamiz, pastga olib tushamiz. Pastga olib tushganimizdan keyin buni endi tahlil qilib chiqamiz. Tahlil qilish qana mana. Assalomu alaykum. Bugun Blender dasturini o'rganish va unda nimadir amaliyotda yasash uchun harakat qilamiz. Mana bu Blender dasturi. Kiramiz. Past qilib qo'ysak. Mana. Past bo'ldi. Buni bizni montaj qilish jarayonimizda foyda beradi bu. Xo'sh, yana ishimizni davom ettiramiz. Xullas pasaytirish qulay bo'ladi. Mana olib kelganmiz. Bizga kerakli joy qayer desa, ba'zi joylarda misol kopirovat qilingan videoda mana shu hashtagda qilingan. Endi qolgani yana shunaqa boraveradi. Bu joy kerak emas, chunki bir marta qilingan-da bu joy. Shuning uchun mana yoqdan kesamiz razdelениyadan. Keyin olib kelamiz g'isht ko'payguncha. Mana shu joygacha. Tepada mana bu yerda skorost bor. Eksportning tagida. Skorostni 100 ga qo'yamiz. Bo'ldi. Endi qolgan ishni qaraymiz. Yana qayerda bor? Bu ish bo'ldi.
Endi mana yog'och. Bitta yog'och qilingan. Endi buni kesamizda qolgan yog'ochlarni qo'shish boshida bitta ko'rsatilgan o'sha bo'lsa ketaveradi. Mana. Endi mana buni kesamiz. Va buni yana yuzga chiqaramiz. Bo'ldi. Mana videomiz 13 minutga tushdi. Endi buni yana qisqartirsak agar mana bu joyni kesib tashlaymiz. Xo'sh, sal kattalashtirsak. Mana shu yerdan yana kesamiz. Xo'p, olib kelamizda qayergacha? O'rnatib bo'lgunimizgacha bo'lgan. Mana. Kesamiz. Buni 100 ga chiqaramiz. Mana. Video 15 minutga tushdi. Xo'p. Va shu davom ettiraveradi. Mana bu joylarni ham kesib tashlasak agar, mana kesamizda delete qilamiz. O'zi bo'lib ketadi. Videoni boshlagan joylari. Kesdik. Keyin mana bu joyni bo'ldi. Xo'p, mana shu joyni ham kessak agar, bo'ldi, kesib bo'ldik. Videomiz 18 minutga tushdi, 28 minutdan. Xullas, mana shunday holatda video kesiladi. Keyin misol boshidan boshlanish uchun misol qanaqadir bir effekt qo'shmoqchi bo'lsam, mana tepadan effektlar bor. Bu effektlar qanaqa effektlar desa, bu videoga qo'yadigan effektlar bor, rasmni o'ziga qo'yadigan effektlar bor. Misol deylik, mana bular videolarni bu tom bo'lishida, boshlanishida. Mana buni video boshlanishda qo'ysa agar, video yaxshi chiqadi. Internetimiz yaxshi emasga o'xshaydi. Bo'ldi. Bu yoqda qolibdi, mana bu yoqqa olib qo'yamiz buni. Buni videoni boshiga olib qo'yamiz. Va videomiz boshlanish payti shu yerdan boshlasak, mana. Shundan ochiladi. Buni mayda qilib qo'yamiz. Tez